Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana Emiratdagi 6-kunimiz. To'g'risini aytsak, bugun charchadik. 5 kun tinmasdan aylandik. O'zi 2 kun aylanib, yarim kun dam olishni maslahat bergan bo'lardim. Ham buning ustiga juma kuni bo'lgani uchun hamma joy ham ochiq bo'lavermaydi. O'shanga juma namozigacha aylanib, ozgina hordiq chiqarib, xudo xohlasa harakat qilamiz. Tushlikdan keyin qiziqarli joylarga borib ko'rsatishda sog' bo'linglar. Marketingi zo'r ekan. To'g'risini aytsam, nima sotishni ham bilmadim. Ko'zoynaklar sotar ekan. Juma namozida o'sha molga to'g'ri kelib qoldik, ya'ni tarbiyaviy sentrga. Ichkariga kirishga afsuski joy bo'lmay qoldi. Lekin mana ko'rib turganlaringizdek afg'onlar mana shunaqa kichkina joy namozlarini tarqatib qo'yibdi. Sayohatimizni boshida Instagramda bo'lsa aytdim. Sayohat qiladigan payti eski oyoq kiyim kiyib chiqinglar deb. Mana isboti. Yangi oyoq kiyimingiz oyog'ingizga hali moslashmagan bo'ladi. Shuning uchun safarga chiqqanda ko'p yurishlikni talab qilgani uchun oyoqni urib tashab, o'sha mazol deydimi, shunaqa bo'lishi mumkin. Sizga diskomfort bergandan keyin albatta sayohatingiz sayohatdek bo'lmaydi. Ya'ni ko'ngildagidek bo'lmaydi. Shu qoidaga amal qilsalaring, xudo xolasa kam bo'lmaysizlar. Sog' bo'linglar. Ba'zida mana hozir Emiratda eng katta supermarketlardan bittasida turibmiz, Carrefour. Ko'p turganingizdek juda katta. Bizda yo'q narsalardan moliy produktlar, ya'ni dengiz jonivorlari, jonzotlari nima deydi? Nasıl dengizda yashaydigan narsalar. Ko'ringlar. Mana bu yerda eng qiziq narsalar. Mana ko'rmagan narsalar. Ey! Qo'rqinchli bo'lishiga qaramay, lekin juda qimmat. Ko'rib turganlaringga narxi ham bu $35 atrofida har bir parasi. Kalmarlar Hindistondan kelgan ekan. Hindiston, Oman, Norvegiyadan kelgan ekan bu. Salmon. Mana o'zimizda xuddi mol go'shtiga o'xshar ekan. Lekin bu ham baliq. Tuna steak. Mana supermarket ichida bolajonlar uchun qilingan отдельный alohida korma. Bugun 6-kunda obedda turibmiz, obed qilmoqchimiz, xudo xolasa. O'sha birinchi kun ovqat yegan joyimiz, ya'ni Al-Baykga keldik. Tovuq yegani. Mana proses ko'rishlaringiz mumkin, qancha odam ishlayapti. Men 500-ochilishdan birinchi chiqyapman. Hozir 522 ga keldi, bizning ochilishimiz 531. Mana puli ikki kishiga 48 dirham bo'ldi, 24 dirhamdan har biri. Agar yoningizda ichishga suvingiz bo'lsa 18 dirham bo'lardi, lekin biz Pepsi uchun 6 dirham to'ladik. Agar ko'chadan Pepsi olganimizda biz 2 dirham, 2,5 dirham olgan bo'lardik. Ochilib hali ham turibdi mana. Yoqimli ishtaha.
Mana ovqatimiz keldi. Yoqimli ishtaha. Hamma mana o'tiribdi. O'sha food courtda biz Dubai Mall'da food courtida. Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan eng katta uzuk necha kilo deb o'ylaysizlar? 58,5 kilolik tillodan qilingan uzuk. Mana rekord Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan 58,5 kilo. Hozir o'sha dunyoda mashhur Gold Souk'da biz Dubaydagi ancha bir dunyo bo'yicha eng katta tilla bozor bo'lsa kerak. Azizlar, hozir tilla bozorga keldik. Dubayda eng katta tilla bozori Gold Souk deyiladi. Metroda kelib, bemalol metroda kelsangiz bo'laveradi. Metroda 14 dirham bo'ladi. Qayerdan kelishingizdan qat'iy nazar, agar Deyraga yaqinroq turadigan bo'lsangiz arzonroq bo'ladi. Deyradan uzoqroq turadigan bo'lsangiz, maksimalniy metroni oladigan puli bu 7 dirham bo'ladi bir tarafga. Ya'ni bordi keldi 14 dirham bilan bemalol kelib ketsangiz bo'ladi. Bu Deyradan Banias Square deyiladi. Shu Banias metroni ostanovkasidan ko'p stansiyasidan uzoq emas. Bemalol kelib, tomosha qilib ketishingiz mumkin. Shu bepul kelib tomosha qiladigan joylardan bittasi. Azizlar, o'z Dubayga kelganda nima sovg'a olamiz deb ko'p savollar bo'ladi. Eng yaxshi sovg'alardan bittasi bu mushkambar. Ya'ni hamma brendlarni hammasini bu oil deyiladi, yog'li turi mavjud. O'sha fransuzcha deysizmi, boshqa deysizmi, hammasiniki bor. Bizda qadrdon og'aynilardan biri. Mana shu yerdan bemalol sovg'a olib ketsangiz bo'ladi. Bunaqa narxlari ham qimmat emas. Narx-navosi ham mana shu idishlarga solib berishadi. How much is this one? This one 30 dirhams, 40 dirhams, 50 dirhams also. Different quality. How many ml? This is 24 ml. 24 millilitrligi 30 dirham, 40 dirham, 50 dirham. Skull shoe 50 dirham. Azizlar, biz o'sha eng mashhur Dubai Marinaga keldik. Dubai Marinani mana eng mashhur joylaridan biri. Ko'rib turganingizdek, kafe, restoran, yaxtalar. Xudo xolasa JBRga qarab sekin yurib ketyapmiz. JBRda ham xudo xolasa bir obzor qilib ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar. Aytmoqchilik, bugun 6-kunimiz. 6-kunimiz, oxirgi kunimiz. Xudo xolasa ertaga qaytish planimiz bor. 6-kunda oxirgi lahzalarini shunday Dubayda bir chiroyli joylarda o'tkazishga harakat qilyapmiz.